Nima, islomning salohiyatini ko'rmayapsizlarmi? Men ko'ryapman. Islomning ba'zi bir ko'rsatkichlari hatto Habibnikidan yaxshiroq. Islom ancha yosh, ancha tashnaroq. O'ylashimcha islom hali o'zini ko'rsatadi. Islom Maxachev yarim o'rta vaznning yangi chempioniga aylandi. Jack Della Madalenaga qarshi o'tgan jangda hakamlar bir ovozdan islomning g'alabasini e'lon qilishdi. Maxachev UFC tarixida 16 ta seriyali g'alabani qayd etib, Anderson Silvaning rekordini takrorladi. Og'ayni, bu mening orzuyim edi. Butun hayotim davomida mana shu ikkita kamar uchun harakat qildim. Men juda ham xursandman. Kamarning vazni juda og'ir ekan va bu menga yoqayapti. Men bu lahzalar uchun juda og'ir mehnat qildim. Hammaga rahmat. New York. Rahmat. Habib o'z faoliyatini tugatgandan keyin men yana bir kamarga ega chiqadigan chempionni tayyorlamoqchiman. Ya'ni odamlarga buning hammasi tasodif bo'lmaganini ko'rsatish va isbotlash uchun. Bu maktab o'z an'analarini davom ettiradi.